Mushriklardan bir kishi endi jang ketyapti. Hamma yog'iga temir kiyib olgan, hech kim unga yeta olmayapti. Shu ko'zidan boshqa hamma joyga temir qoplab olgan. Nayza bilan urushyapti, kamon bilan urushyapti, qilich bilan urushyapti, ta'sir qilmayapti. Musulmonlar shikoyat qilib payg'ambarimiz oldiga keldi. Ya Rasululloh, azana. Bizni qiynavordi, hech narsa qila olmayapmiz dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini qarindoshi Zubayr ibn al-Avvomni chaqirdi. Borib shu ishni o'rlang dedi. Ya'ni tabiiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimga nimani uyushni bilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng zo'r rahbar bo'lgan. Qaysi o'rinda kimni qaysi ishga qo'yishni zo'r bilgan. Zubayr ibn al-Avvomga shu ishni tadbirini ko'ring dedi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu birodarlar tirikligida jannatiyligini eshitgan asharai mubashsharaning bittasi. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalari Sofiya binti Abdul Muttolibning o'g'li. Zubayr aytadi, bordim atrofida aylandim deydi. Biror bir nozik joyi bormi, ochiq joyi bormi? Hech qanaqa ochiq joyi yo'q. Faqatgina mana shu ko'zi deydi. So'ngra uni ro'barasiga turdimda, qo'limdagi nayzani shunaqa bir puxtalik bilan, shunday bir nishonga qattiq olib otdim. Nayza ana shu ko'zini ochiq joyiga kirib, orqasidan teshib chiqdi. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu jang maydonida mislsiz jangchilardan edi. Ot minganda ikkita qo'li bilan ikki tomonga teng jang qila olardi. Otni oyog'i bilan boshqarib, ikkita qo'lida qilich ushar edi. Bu sifatga Xolid ibn Valid ham ega edi. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhuning onasi tarbiya qilgan birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybar kunida har bitta payg'ambarning havoriysi bo'ladi, ya'ni ishongan eng yaqin kishisi bo'ladi. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom degan edi. Yahudlar bilan bo'lgan Haybar jangida bir qancha pahlavonlari chiqadi, musulmonlarni pahlavonlar bilan urushadi. Musulmonlar yengadi, Yosir ismli chiqadi. Yahudiylardan Yosir ismli pahlavoni chiqadi, 2,5 metr bo'ladi bo'yi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma atwala deydi. Naqadar uzun ekan deydi. Chiqadida man yubariz deydi. Kim yakka-makka chiqadi? Bu Haybar, u hech kim chiqmaydi. Shunda Zubayr ibn Avvom men deb chiqadi. Sofiya bint Abdul Muttolib billa borgan u g'azotga. Ya Rasululloh, bolamni o'ldirib qo'yarmikin deydi. Ya'ni Sofiya bint Abdul Muttolib hech narsadan qo'rqmaydigan ayol bo'ladi. Sofiya bint Abdul Muttolib xavotirga tushadi. 2,5 metr. Bolamni qatl qilib qo'yamikin ya Rasululloh? Yo'q, inshaalloh Zubayr qatl qiladi uni deydi. Uzoq jang bo'ladi, Zubayr uni qatl qiladi. Shu kun aytadi payg'ambarimiz, har bitta payg'ambarning havorisi bor. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom deydi.